Sinusli qilmoqchiman. Bo'lmaydimi? Bir chekada hisob kitob qilib, chiroyli qilib olib kelaman. Kelishdiki, nechtasi qanoatlantirmaydi degan gaplar bo'lardi. Hozircha bitta javob bor. Diskriminatormi? Shu eng yomon narsa bu. Ikkita bir xil ifoda tursa, qisqarib ketishi mumkinmi, yo'qmi? Assalomu alaykum barchaga. Demak, sizlar bilan 17-misollar tahlilini ko'rish boshlaymiz. Birinchi misol trigonometrik tenglamalar. Bu 5 pi oralig'ida nechta ildizga ega debdi. Bunaqa tipdagi savollarda agar sinus bilan kosinus ayrilib yo qo'shilib tursa, oldida ildiz osti 3 bo'ladigan bo'lsa, guruhdan ikki olib chiqib ketamiz degan qoida qilgandik. Nimaga 3 emas, nega 4 emas aytganman uni ham. Mana bu oldidagi koeffitsiyentlar kvadratlarini qo'shib ildiz chiqarsak, nima olib chiqish ko'rinib qolardi? Isbotlab bergandim sizlarga. Kvadrat 3, kvadrat oldida 1 bor, 4 qo'shsam, undan ildiz nima chiqadi? Buni 2 ni olib chiqib ketasan degan. Xullas qoida shunaqa. Endi bu usul ko'p kelganligi uchun sizlarga qoida qilib berganman. O'rtoqlar, bo'ldi, tamom. Ildiz osti 3 kelib qolsa, bittasida bo'lsa, bittasida bo'lmasa, doim nima olib chiqamiz deganmi? 2. Qoida qilmaydi, yodlaylar deb aytganman. Ildizda 3 taqsim 2 qoladi, ko'paytirsam qaytarib beradi. Sinus 2x. 1 taqsim 2 qoladi, kosinus 2x teng ildizda 3. Marhamat 2 ni ko'paytirsa eski holatini qaytarib beraveradi. Asosiy masala jadval bo'yicha hisoblash. Ya'ni menga ko'proq sinusdan ko'ra kosinus yoqadi. Nega desa, sinusning qoidasini -1 enintisi deb boshlanib yoqmaydi unchalik. Tushundinglar? Shuning uchun mana bu joyni men kosinusli qilmoqchiman. Sinusli qilmoqchiman. Sinus necha gradusda bo'ladi? 60 gradus. Bunisi-chi? Kosinus. Tushundinglar ma'nosini? Qaranglar, sinus, kosinus. Birinchi minusni olib chiqib ketdim. Qaranglar. Kosinus 2x deb yozyapman. Ko'paygan kosinus 6x deb yozyapman. 60 gradus yozyapman. Almashtirdim o'rnini minus sinus 60, sinus 2x teng ildizda nimaga? Nega unaqa qilgansiz bildinglar o'zingizlar ham. Formula bo'lish uchun avval kosinus kelish kerak-da. To'g'rimi? Xo'p, kosinus formulasini beradi. 2x minus bo'lgan bo'lsa, plus 60, oldida minus 2 bor, ildizda 3 turibdi mana. Bo'lib yordim. Kosinus 2x plus 60 bo'lingan minus ildizda 3 taqsim. Kosinusning qoidasi, mana buni x sifatida o'ylaymiz. 2x qo'shuv 60 degani pi taqsim 3 grad, pi taqsim 3. Mana bu joyda minus kelib qolsa, plus minus qo'yardik har doim, faqat pi minus turdik esinglarda bo'lsa. Minus kelib qolgan paytlarida. Agar shu joyda sinus bo'lganda edi Muhammad, minus kelib qolsa, minus 1 ni nima qilardik? Ha, n plus 1 mana deb shunaqa qilardik. Xo'p, qachon ildiz osti taqsim 2 chiqaradi bu? Ya'ni 30 gradusda, pi taqsim 6 da. Plus davri 2pn midi? 2pn 2pk 2x 6 ta bersam 5 pi taqsim plus pi taqsim 3 teng 5 pi taqsim 6 plus 2pn 2x plus pi taqsim 3 teng minus 5 pi taqsim 6 plus 2pn. Nima qilgan tushundinglarmi? Plus minusni alohida qildik. Nima sabab desa, mana buni ayirgan paytimda bundan ayiraman, qo'shaman desa, bir marta ayirasan, bir marta nima qilasan? Qo'shishni bilishimiz kerak. Ha? Mana bunaqa qilsam. Plus minus 7. Nima qilasan desa, qiynaladimi odam? Teng 7 ga, teng alohida minus 7 ga qilib ishlayapman. Tushundinglarmi ma'nosini? Shuni ko'chiryapman. Xo'p. Bu yoqqa olib o'tsak, 2 ta x teng 5 pi taqsim 6 minus pi taqsim 3 2pn. 2 ta x teng 2 ta bersam bunga. Faqat buni o'zini hisoblaymiz. Necha bo'ladi? 3 pi taqsim 6 plus 2pn. Qaranglar, mana bu 2 pastga tushadi-yu. 12 bo'ladi-yu. Qisqarib pi taqsim 4 plus pi n ekan. Mana bunga bo'lmadi. Minus 5 pi taqsim 6, shoshmasdan minus pi taqsim 3 2pn. 2 ta x teng, bunga 6 ta mahraj bersak, bunisi 2 tami? Minus 7 ta pi taqsim 6 plus 2 pi n. 2 ga bo'lamiz, x teng pastga tushadi u. 7 pi taqsim 12 plus pi n yetarli bo'ladi. Xo'p. Mana bu intervalda nechta javob bor deyapti. Avval bundan boshlaymiz. Qaranglar. Birinchi
Davr, mana pen degan ustiga 180 qo'shib borasan, pi qo'shib borasan deganimi yo'qmi? Buni ham davri pi qo'shib borasan degan. Sizlarga taklif. Mana bu narsa 5pi degan 900 gradus hamma rozimi? 0 dan 900 gradusgacha roziman deganida. Ildizlarni qo'sh deyaptimi, nechta deyaptimi? Nechta deyapti. Bu degani 212 mikin masalan endi 213 mikin deb siqilish kerak emas. 200 nechidir ham muhimi bor. Gapim tushundinglarmi? Nega unaqa deyapman? Mana pi taqsim 4 45 gradus bo'lgan. Birinchi javobi davri 180 bo'lganligi ustiga 180 qo'shib ketaveramiz. 180 qo'shsam 225 to'g'rimi? 245 to'g'risi ham mayli. Faqat u surilib ketib katta anaqa olib boradi-da keyin. Sal insof bilan hisob kitob qilaylik. 180 qo'shsam 405. Yana 180 qo'shsam 585. Yana 180 qo'shsam 770 mi? 765 xullas. Yana 180 qo'shsam 945 ekan. Oshib ketdimi xullas oxirgisi? Nechta ekan? 1 2 3 4 5 ta ekan. Tushunarli? Xo'p, endi buni navbat. Mana pi taqsim 12 15 gradus degani. Pi 180 15. 15 kere 7 105. Birinchi javob -105 gradus bo'lgan. Birinchisi. Olinadimi? 0 dan yo'q. 180 qo'sh ustiga. Nechi bo'ladi? 75 bormi? 180 qo'sh 255. Yana 180 qo'sh. Misol uchun 180 o'zi bo'lsa 435. Yana 180 qo'shsam 615. Yana 180 700 keyingisi chiqib ketar ekan xullas. Oshib ketsa sezyapsizlar. Nechta ekan? 1 2 3 4 5. U yoqda ham 5 ta, bu yoqda ham 5 ta. Jami nechta javob bor ekan? Arzimagan 10 ta javob bor ekan. Tushundinglarmi? 10 tagina. Demak, kimdir xohlasa, mana buni marhamat kosinus 30 qilib qo'yganlar bo'lishi mumkin oramizda. Buni sinus 30 qilib qo'yganlar bo'lishi mumkin va u sinus bo'yicha ketadi. Sinusni -1 n'si bo'ladi haligi joyda. +1 bo'ladi. Bir marta qo'shib, bir marta ayirib sal chalkashlik bor-da, ozgina sinusda. To'g'rimi yo'qmi? Bu qanaqadir aniqroq baribir. Tushunarli? Savollar yo'qmi? Yaxshi. 5-misolda tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega debdi. Bunaqa tipdagi savollarda hozir bu yerda x topaman desa iloji yo'q, qanaqadir chala, boshqacharoq. Bo'ldi, unda y topaman desa, o bo'lsa y topaman deb topgan y deb yoqib kelib qo'ysa, daraja 4-chi bo'lib xunuk bo'lib ketib qoladi xullas. Bir-biriga bog'lash foydasi yo'q xullas. Bu sal noodatiy bir qanaqadir boshqacharoq usulda ishlash kerak bu. Sistemani ayirib olsam, x kvadrat minus y kvadrat bo'ladimi? Ayirsam minus x, ayirsam plus y mi? Mana bu formulam. X minus y, x plus y teng. Mana bu narsadan minus olib chiqib ketsam, x minus y qoladimi yo'qmi? Bir chiziqda ikkita bir xil ifoda tursa, qisqarib ketishi mumkinmidi, yo'qmidi? Yozaman. X minus y oxirida nimaga teng deb qo'yish kerak baribir. Chunki bitta yechim bo'ladi. Shunda x plus y nimaga teng bo'lib qoldi? Mana ikkita misol. Demak, bittasini x ni topib olamiz bu joyda. X nimaga teng? X teng. Ma'nosi x lar o'rniga y qo'yish mumkin yoki y o'rniga x qo'yish mumkin. Bizga x lik tenglama chiroyli ko'rinadi. Olib chiqib qo'yaman qara y ni o'rniga. Mana x kvadrati 4x turibdi plus 5 kara y o'rniga x qo'yib yubordim. Tushundinglarmi? Nechta x bo'ladi? X kvadrat teng 9 ta. Bir chiziqda mana bu x nima qiladi? Qisqarib ketgan x nimaga teng deyiladi? 0 ga qisqarib ketgan x. X teng nimaga bo'lib qoladi? Xohlovchilar chapga olib o'tsin, guruhlasin, ko'paytma 0 qilsin, tushunarli? Bir xil javob chiqadi. Nechta javob chiqdi? 2 ta. Qaranglar, x 0 bo'lsa, olib borib qo'ysa y nima bo'lgan? 0. 9 bo'lsa y-chi? Xulosa, hozircha 0 0 va 9 9 javoblar o'rinli ekan. Endi qaranglar. Mana bu 0 ni qo'ysam x ga. Bu ham 0 bo'lib ketadimi? Y ga ham 0 qo'ysam 0 0 ga tengmi? O'xshayapti? Pastga ham qo'yib ko'r, o'xshaydi, ishonasizlarmi? Qiziq shay. Endi qanaqadir odam cho'chiydi baribir, qanaqadir boshqacha ishlaganligimga qanaqadir to'g'rimikin deb o'ylab qolasan-ku. 9 ni qo'ysak 81,
9 oxirigacha qo'ysak 36, 9 ni qo'ysak 45. 45 36 81 beradimi? Beryapti, o'xshayapti, tushundinglar? Yaxshi. Ikkita javob bor hozircha. Keyingisi mana bu joydan x yoki y topilsin deyapman. Masalan, y nimaga teng desa -1 minus nima? Y ni o'rniga olib chiqib qo'yishim mumkinmi yo'qmi? Xuddi hozirgidek. Xohlovchilar pastga qo'ysin. Tushunarli? Bo'lsa-ki o'chiraman. Pastga ham bitta ishlatib ko'rgan, o'quvchi faqat tepaga qo'yapmiz deb o'ylamasin. Y teng x teng ko'pchilik x topadi bar, to'g'rimi yo'q? Tenglamaga o'rganib qolgan. Mana bunday qiladi, shunaqami? Nimani topib oldi? Pastga x o'rniga qo'yaman. Nega y topmadim bilyapsizlarmi? Y olib kelib yana kvadrat ko'tarib kelmadi to'g'risi. Tushunarli? Y kvadrati mana bu yoqqa olib chiqib qo'yapman, xo'jayinlar, mana y kvadrati teng 5 kara -1 minus y plus 4 da y mi? Qo'ls ochamiz, y kvadrat -5 -5 da y plus 4 da bu nima bo'ladi? Minus y chapga o'tyapti, y kvadrat plus 5 bu yoqqa o'tyapti plus diskriminantmi bu? B ni kvadrati 1 minus 4ac minus 19 chiqyapti diskriminant. Bo'sh. Bu tarafdagidan yechim chiqmas ekanda. Tushundinglarmi? Faqat bu tomondan chiqar ekan. Nechta ekan? 2 ta ekan. 0 va 9lar. Tushunarli? Boshqacha usuli ham bor. Ishoninglar, birinchi miyam kelgan fikr 0 bo'ldi o'zi. Qarayapman, 0 qo'ysa zo'r bo'lar ekan. Devordim, tushunyapsizlar-ya? O'sha bitta javob bor. Chunki 0 bo'lsa cho'tki chiqadi, zo'r chiqyapti. Savol, javoblarda yechimga ega emas degan javob bormi? Bunaqasi yo'qmi? Kamida 1 2 3 4 mi xullas? Mayli. Xullas kalom son tanlab chiqishingiz ham mumkin, faqat qiynalasiz ozgina. Kelishdikmi? Boya aytgan usulim, masalan, mana bu yerda y topganlar bormi oramizda? Tepadan y topib, olib kelib qo'ydi. Juda xunuk bo'lib ketdimi? Bo'lmadi xullas. Xo'p, savol beryapti bitta o'quvchimiz, o'rinli savol. Aytayaptiki, ustoz, mana bu yerda x teng y topib oldik. Nega shuni olib turib bu yoqqa olib kelmayapmiz deyapti. Tushundinglar gapini? Yaxshi, zo'r tez chiqadi. Ha? Qarab turinglar. Nega shunaqa? Isbotlab ketish shu narsani o'rniga kelganda. Men e'tiborsiz qoldirib ketibman. Mana shu mashq qatoridan boshlab davom ettiraman. Qarab turinglar. Chapga olib o'taman. X minus y. X plus y. Haligi plus bo'lib o'tdi bu yoqqa. Plus x minus y teng nimaga? Mana bu ikkalasi bir xilmi? X minus y chiqib ketdi. Ichkarida x qo'shib y qolib ketdi. O'rnida plus 1 barobar 0. Ko'paytma. X minus y teng 0 ga. X plus y plus 1 teng nimaga? Diqqat. Diqqat. Bu sistemami yo sistema bo'lmaydimi? Shu fikr aytaylik bo'ldi. Nega sistema bo'lmaydi? Ha, nima degani bo'lsa, qara do'stim. Mana bu joyda bu 0 bo'lsa, mana 75, 80, 90 chiqsa farqi yo'q bizga. Tushunyapsizlar ma'nosini? Ya'ni mana 0 chiqarib bersa, bu nima chiqarsa chiqaraversin. Qizig'i yo'q menga. Sistema nima degani? Mana 0 chiqarsin, ish qilib bu -1 chiqarsin degan gapda bu. Bu shunaqangi zo'r narsaki, bu 0 da. Bu baraka topsin. Bu 0. Ya'ni x teng nimaga? Y ga. X plus y teng nimaga? Bunda ayirma 0 chiqish kerak, bunda yig'indi nima chiqish kerak? -1. Sal fikr qilinglar. Bu 0 chiqarsa, bu -1 chiqarmasa-da endi. Misol xato bilan to'g'ri bo'ladi. Gapimni tushundinglarmi? Qaytaraman. Ziyoda qara. Mana bu 0 chiqarsa, bu lekin -1 chiqarmasa, 7 chiqarib qolsa. Shart to'g'ri bilan xato bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Chunki bu 0 bo'ladi-da. Mana 0 bo'lgandan keyin do'stim, bu yoq -1 bo'ladimi, 10 bilan 20 qizig'i yo'q-da. Ko'paytma 0 deganichi xo'jayinlar. Ko'paytma 0. Yo bu 0 bo'lsin, yo bu 0 bo'lsin degani. Ya'ni 0lar bo'lsin degan qoida yo'q birdaniga. Tushundim gapimni? Hozir. To'g'ri do'stim, tushunyapman. Bu 0 bo'lsa deyapman. Mana x minus y. Men 0 degan javob chiqardi. Mana sen x bir narsa, y bir narsalar olib kelib qo'ydingda, lekin -1 chiqmayapti bu yoqdan-da. 12 chiqyapti. Shunda xato bo'ladimi misol? Yo'q, to'g'ri bo'laveradi. Shart to'g'ri chiqyapti muhimi. Demak, sistema qilish xato ekanda buni. Sizlar bitta savol. Ikkita son o'yla, ko'paytmasi 0 chiqsin. Yo'q, to'xtatdi do'st. Ikkita son o'yla deyapman. Bitta son o'yla demayapman. 3 bilan 0. Kimdir miyasida o'ylayaptimi? 3 kere 7 deymikin, 7 kere 5 deymikin deb. Yo'q, ha?
Hamma miyada bittasi 0 ushab turibdi-da, hozir miyada hozir. 0 kere 7 degisi kelyapti, 0 kere hech kim 0 ni qo'yib yubormayapti. Savol: 0 kere 5 desa, nega 5 tanlandi? Urishamanmi, urishmayman? Yo'q, xolasa 0 kere 8 desin. Demak, xulosa 0 ni sherigi -1 bo'lsin degan konkret gap bo'lsa, sistema qilish kerak uni. Agar uni sherigi qiziq bo'lmasa, nima chiqsa chiqaraversin desa, sistema kerak emas. Sistema degani ana unga bog'liq degani. Tushundinglarmi gapimni? Demak, agar mana shu joyda x minus y 0 bo'lish shart, yig'indisi minus bo'lish shart desam sistema qilaman. Tushundinglarmi gapimni? Endi bunga farqi yo'q, bunga umuman aloqasi yo'q. Tushundinglar? Shuning uchun sistema qila olmaymiz. Ma'qulmi? Agar mobodo Mamet plus o'rniga kelgan aytib ketay. Mamet kvadrat. Endi aytyapman ziyoda. Kvadratlar yig'indisi 0 bo'lish uchun har biri nimadan bo'lish kerak? U ham 0, bu ham 0, endi sistema qilish kerak uni. Chunki nega? Bu 0 chiqarib tursa qiynalib, bu 8 chiqarib tursa foydasi yo'q-da. Tushundinglar ma'nosini? Unda endi kerak sistema. Bir-biriga ulanyapti, bog'liq bo'lib qo'yapti. Tushundinglarmi? Bo'ldi. Demak, hozirgi vaziyatda bir-biriga qo'yish mumkin emas ekan. Ma'qulmi? Bo'ladi. 10-siga qaranglar. 10-sida ko'rsatkichli tengsizlik degan mavzu va bunaqa tipdagi savollarni avval kitoblarda ishlaganmiz sizlar bilan. Bor edi bunaqa tipdagi savollar. Asosi bir xil bo'lsa tashlab yuborardik va ko'rsatkichlar ishlab ketilardi. Tashlab yuborishda ham ikkita sharti bor edi. Agar asos birdan katta bo'lsa, belgi o'zgarmaydi. 0 u 1 orasida bo'lsa, belgi teskarisi o'zgarib qoladi degandik. X kvadrat doim musbat son. Kamida 0. Kamida 0 bo'lgan 1 ga qo'shgandan 1 bo'ladi-da. Bo'lmasa u 1 dan har doim katta. Shuning uchun biz hozircha 1 dan katta deb o'ylab turaveramiz. Oxirida bir narsani hisobga olamiz. Muhimi, xolos 1 ga nimadir qo'shilayotganlik hisobiga, musbat son qo'shilayotgan hisobiga u doim musbat, 1 dan katta. Va tashlab yuboryapmiz, ishora o'zgarmaydi demoqchiman. Katta yoki teng 12 dan. X kvadrat minus 2 ni kvadrat degan misolmi bu? X kvadrat minus 16 qilganim tushundinglarmi yo'qmi? Minus 4 minus 12. X'larim to'g'ri. Bu narsa x kvadrat minus 16 teng 0 degani, x kvadrat teng 16 degani, x teng plus minus baraka topsin-da. Ba'zi o'quvchilarimiz x kvadrat katta 16 deb olib, ijod qara. X katta yoki teng 4 dan x katta yoki teng minus 4 dan o'tiraveradi kelgan. Shu eng yomon narsa bu. Og'zini burmaydi ham bu yoqqa. Shuning uchun bunaqa muammo bo'lmasligi uchun maslahatim tenglama qilib ishlanglar, bo'ptimi? O'zi ko'rsatib qo'yadi keyin. Qaranglar, minus 4, 4. Oraliqlar usuli. Plus minus plus 0 dan kattasi kerak edi, bu esa plus. Ma'qulmi? Xo'p, keyingi masala davom etamiz, qaranglar. X shuncha javob bor ekan. Shartini o'qiymiz. X ni qabul qilmaydigan nechta butun sonlar bor deyapti. Ya'ni qabul qilmaydigan degani xato chiqaradigan. Tushunarli? Qaranglar, minus 4 o'zi ro'yxatda kiradimi, kirmaydimi? Demak, minus 4 dan orasida minus 3 bor, kirmaydigan. Minus 2 bor, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 da javob olardi. Biz ololmaymiz kelishdiki. Diqqat, to'xta, diqqat. Javob minus x'likdan minus 4 gacha, to'g'rimi? Birlashma 4 dan savol 4 ni olsa shart to'g'ri bo'ladi. Misol to'g'ri ishlanadi, to'g'rimi? 4 ni olib bo'lmaydi, shart aytayapti. To'g'ri kelmaydiganlari nechta deyapti. Tushundinglarmi? Oradan tanlayapti. Endi Abubakr mana shu joyda bunday bo'lsa-da, 4 ni olmaydi, Abdalla bo'ladi hozir desa, o'sha kerak demanga o'zi deyman. 4 ni ham ro'yxatga olardim kelishdiga. Kitob davomida yo'qmi shunaqa savolimiz? Nechtasi qanoatlantirmaydi degan gaplar bo'lardi. Shunga o'xshagan narsa hozir bu ham. Endi qaranglar. Xolos shunaqa javob chiqdi. Men qo'rqayotgan narsam saniyman 1, 2, 3, 4, 5, 6 nechta? 7 ta. Ana 0 dan qo'rqyapman-da. 0 da olib borib qo'ysam, Mamet nima bo'ladi? 1. Nega ayni 0 dan qo'rqyapti o'zi bu desa qaranglar, xo'jayinlar. Chunki asos 1 bo'lmasin degan gaplar bo'lardi, esinglardami? Ha, tekshirib ko'raman bo'ldi shu narsa. 0 da olib borib ko'rsam, Mamet 1 bo'ladimi? 0 da qo'ysam minus 2, 2. Minus 4 bo'ladimi? Katta yoki teng 0 da qo'ysam 1 dan 12-simi? Savol, shart to'g'rimi yo'qmi? Qat. Ha?
0 qo'ysam 1 bo'ladi, to'g'rimi? 0 qo'ysam minus 4 bo'lmaydimi? Minus 2 2 qoladi, to'g'rimi? Ko'paytmasi 4 bo'ladi shunda? Minus 4 bo'ladi. Savol, 1 ni har qanday darajasi nima bo'laveradi? Muhimi ana buzib qo'ymaydi bir narsalarni, tushunyapsizlar? Demak, 0 ham to'g'ri bo'la oladi. Javob nechta ekan jami? 7 ta bo'lar ekan. Tushundinglarmi yo'q? Bo'ladi. Qaytar. O'chirmading? Ketyaptimi? Ha, bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar qaranglar. Hozir men o'ylabman, 0 to'g'ri keladimi? Ha, debsizlar, to'g'ri. Men hayot javob ishlab tashlayapman-da. Qaranglar, 0 ni olib borib qo'ysam, mana shu shart bajarilyapti. Ya'ni 0 men bu holatda 0 ni qo'ysam, misol, men tenglik bajarilyapti. 1 ni har qanday darajasi 1 bo'laveradi. 1 dan katta yoki tengi bajarilyapti. Ya'ni bu to'g'ri bo'lib beryapti 0. Bizga qanoatlantirmaydigani kerak. Bu degan 0 nima qiladi o'yindan? Xayol bilan 7 tada bosyapman, xullas noto'g'rilari kerak bizga, to'g'rimi? Noto'g'risi nechta bo'ladi? 6 ta. 7 ta ham bo'lsa kerak o'zi. A javobda. Abadam, mayli. Muhimi tushundinglarmi? Nechta ekan? 6 ta. Tushunarlimi? Bo'ldi. 15-siga qaraylik. 15 ta tenglama nechta yechimga ega deyapti. Kelinglar, birdaniga qo'l ochib ola qolamiz. X kubi 2x kvadrat 4x 2x qo'shuv 1. Bir tomonga yig'aman. 2x kvadrat ayirsam plus 2x ayiruv 1 mi? Mana buni yonma-yon olib kelaman. X kub minus 1 ni kubi desa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Zarari bormi? Yo'q-a? Tushundinglarmi yoniga olib kelganligimni? Men buni yoniga olib kelib oldim. Mana. Formula qilmoqchiman. A kub minus B kub. A minus B. A ni kvadrati plus AB plus 1 ni esga tushdimi kvadrat formula? Xullas, mana bu joydan minus 2 ni va x topib chiqib ketaman. Minus ketdi, x ketdi, bitta x qoladi. Ishora o'zgaradi. Minus 1 teng 0 ga. Butun misolda x minus 1 xil bo'lib qoldi. O'shani olib chiqib ketaman. Ichkarida x kvadrat plus x plus 1 qolar ekan, ayrilgan 2 x teng 0 ga. Ko'paytma 0 bo'lish uchun har bittasi 0. X minus 1 teng 0 ga, x teng nimaga? 1 ga. Hozircha bitta javob bor. X kvadrati minus x plus 1 barobar 0. Diskriminant b kvadrat minus 4ac edi. Minus 1 ni kvadrati 4ac. Xullas 1 minus 4 minus 3. Bo'sh to'plam yechimga ega emas. Jami nechta ekan javob? Bitta ekan. Tushundinglarmi?